Assalamualaikum qarindoshlar. Manlarga shu xayrlik bo'lsin. Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. Biz hayitning birinchi kuni 5. kunlik darsimizni o'tamagan edik. Hayit munosabati bilan. Bugun yana hayitlash munosabati bilan darsni cancel qildik deb esimda qolganda to'xtatib qo'ydik deb. Shunlashqa vaqtni kiramay qoldim. Kechiringlar. Biz HTML darslarni tugutib bir qismini CSS'ni bugun başlamoqchi bo'lgan hayitning birinchi kuni, seshanba kungi darsda. Lekin so'zlayolmadik. Bugun shu CSS'ning birinchi darsini boshlaymiz. Yani 5. kun hisobida. Biz darsimizni boshlab ketaylik. Vaqt ozib qolyapti. Men hujjatdan ichib olgandan keyin kelgan joydan davom qilay. Biz qaysi kuni 1, 2, 3, 4 kunda isim qo'ygandik. O'xshash shaklda 5 kunda isim qo'yib, hujjatlarni yo'llab beramiz sizlarga. Shundan isim bo'yicha mas'ul bu. Biz burungi darsimizda so'zlab o'tgandek, ya'ni o'xshashlar buni ichiga bir tal HTML hujjatni qistirib olgandan keyin CSS'ni boshlab ketamiz. CSS1 HTML deylik. Hujjatning nomini CSS1 deb qo'ydim. Qani ismini o'zgartirish, yani CSS deb turay HTML qo'yib oldim. Hujjatning tipi o'xshash shaklda HTML bo'lgan bo'ldi. Endi CSS deganimiz inglizcha Cascade Style Sheet deganlikka qisqartimiz ekan. Bunda biz HTML yozgan barliq hujjatlarningki uslubini yasash, rangini o'zgartirish, o'rin belgilash degandek nurg'un xoslaslarga ega. Biz bu CSS'ni 3 xil shaklda ishlatalaymiz. Birinchisi external CSS. Bu sirtqi betdan CSS'ni biz yasagan betning ichiga kirgizish, ya'ni adres orqali qo'shish. İkincisi internal CSS. Yani şu hüccetinin özünün içine yazış. Üçüncüsü bolsa inline. Yani inline CSS dediğimiz yani şu kurdan içine. Biz şu elementlarını ki taglarının içine CSS'lerini yazalayımız halgacha. Ularni inline CSS deb ataymiz. Biz tunji bu şu externalni keyingi darslerde so'zlaymiz. Hozir internal. Şu betning ichidagi CSS'larni so'zlab o'tamiz. Inline'da bo'lsam shu qurning ichiga ehtiyoj qarab turib, keyingi darslarda so'zlaymiz. Biz endi HTML elementlarni taglarni qistirib olgandan keyin ozroq kichiktirib turib bu shaklda boshlaylik. Malaga hozir kerak yo'q. Bularni men keyingi darslarda tushuntiraman. Eng oxirgi darsda tushuntiraman. Malani uzun xatlarni elitib turay hozir. Buningga CSS deb ism qo'yib turli. Endi biz Google Chrome'da o'xshash shaklda ichib olgandan keyin yana CSS misal hujjatini HTML hujjatini deylik. Buni ichib oldik. Endi biz tunji bu shu bir tal xatningki properties, ya'ni xatning xosliklarini CSS qanday o'zgartiramiz, alayliklarni shularni boshlaymiz. Inline CSS deganimiz endi hozir oldi bilan uni tushuntirib o'tgandan keyin Mayaga bir tal paragraf ichib olgandan keyin welcome to CSS deydi. Mana shu shaklda xat chiqib tursin. Ekranni azroq cho'ng'aytib olay xatni. Bu hozir normal biz o'rgangan darslarda misol ko'rdik-ku, shu abzasning ichiga, p'ning ichiga oldik xatlarni. Bu o'ziniki HTML'niki shu tor ko'rgichlarning qo'llab turadigan standart o'zining kelgan shakli bu. Mana xatning cho'ng kichiklik bo'lsin. Endi biz CSS'ni betning ichiga yozganini tushuntiramiz, betning ichiga. Beshida masalan dokument dedik, HTML dedik, headline so'zlab o'tdik. Biz endi mush headning oraliqiga, ikki headning ichiga mush betning ichida ishlatiladigan CSS'lar, JavaScript bo'lsin, boshqa qo'shimcha tanqidlar bo'lsin, shuni ichiga yozamiz. Internal CSS dedik biz bu ham. Ikkinchisi. External bo'lsa sirtqi betlardan CSS'ning ulanmasini yozamiz. Biz internal qilish uchun mush betning o'zini ichiga yozamiz. Uning uchun style degan bir tal tagni ochamiz. Ochgandan keyin bu CSS'ning boshlash nuqtasi o'rin.
Tügeç noktası mağdum. Biz muştan içigen CSS'lerini yazımız. Tuncu misal baksak hazır bu CSS'de biz neçə şekil tanışayarımız mesela betnin içindeki barlıq koygan taglarni, betlarniki çoğun kişilik bolsun, ranglar bolsun degендek. Qarsanlar mesela body dep aldık hamdı. Body. Body degen bir vücut koy beden. Şu vücudun içindeki barlıq taglarga CSS'ni ayrım tanısak mı oldu? Mesela body misal kılaylı. Style'ın içine men body dep yazdım. Yazgandan keyin o şekilde bir tırnak süslü parantez deydi Türkçe. Şu gül şekilge okşaydigan tırnakni içine takıp etkendan keyin kechiringlar mana. Çünkü body dedik hamda qarasanlar hozir men body degan tegi borgan bodyga deymiz buni. Mesela berib boqaylik. Background dedim hozir. İngilizce bildiganlar bildi. Keyin taraf degan gap. Masalan red deb qo'yib turay qizil. Betni yig'lagan vaqtimda qarasam betni rengi qizil bo'ldi, keyin taraf qizil almashgan bo'ldi. Çünkü maylik sebep hozir bir şey hech qanday bir narsa yo'q. Mastayni ochdik, mayli taqib etdik. Shuni ichiga ozroq yer berib turay bo'shliq. Body deb yozdik. Biz bir şeyga qaysi tagni yozsak, hech qanday bir cheksiz yoki hashtag demdik hamda shuni siz hech qanday bir ishorat qo'ymagan shaklda yozsak, barliq elementlarga tava bo'ldi, barliq taglarga tava bo'ldi. Chunki bodyni birsizlar bo'lganligi uchun shu bodyning ichidagi barliq narsani o'z ichiga oldi. Masalan, biz rangini hozir qizil qo'ldik, kenar rangini. Buni qarab deb yozsak bo'ldi. Biz buni ko'p ishlatmaymiz. Buni rang kodlari bor. Buni oldingi darslarda to'liq so'zlab o'tamiz. Masalan, hashtagni yozayotgandan keyin mana qizilning ko'zining kodi bor. Mana shaklda yozsak, bu qizil bo'lgan bo'ldi o'xshash shaklda. Hozir men inglizcha rang ismlari bilan red, blue, masalan green deganga o'xshash. Mana shaklda davom qilma. Mesela body'ninki biz taglikni qizil qildik hozir. Xatning rangini oq qilaylik. Mesela vaqtida color deymiz. Color desak, body'ning ichiga yozgan dedik. Barliq tekstlarniki rang oq bo'lgan bo'ldi. Color yozib etgandan keyin qo'sh chekitni qo'yib o'tib, white deb qo'yib, mana shaklda oq. Betni yig'lagan vaqtimda qarasanglar mana. Mana shaklda rang oq, xatning rangi oq, taglikning rangi qizil bo'ldi. Buna o'xshagan nurg'ulagan xaslıqlar bor. Bu faqat bir boshlash uchun bir misol qildim. Men hozir body'ni o'chirib, shu body'ning ichiga biz yozgan, shu P degan abzas uchun ishlatilgan paragraf. Shundan boshlaylik. Biz buning ichiga bir tal xat yozgan bo'ldik. Demak, men P dedim hozir. P degandan keyin men taqib etib buni color deydi, o'xshash shaklda bayam so'zlab o'tdik. Color. Buni hozir red dey. Mana xato yozdim. Color. Ma İngilizce ranglarning ismlarini esas işletmemiz, lekin qubliq qilganlik uchun men yozdim. Rang kodlarini Photoshop o'xshaydigan yoki rasmlar yozadigan yoki mushtaq rang tutadigan programmalar bor. Shular orqali ishlatsak bo'ldi. Buning kodlarini shu yo'l to'rtchasi katakdan hashtag bilan boshlaydi. Uning keyingi rangning o'zining kodlari bor 6 xonalik. Masalan, oqniki 6 dan F100 versek oq bo'ldi. Masalan, 6 dan 100 versek qora bo'ldi deganga o'xshamaydigan rang kodlari bor. Şu şekilde işletsek mi oldu? Şu şekilde işletimiz. Ben hazır kısıklan bolsun deb rangning ismini ishlatyapman. Mesela qarasangiz xat qizil bo'lgan da mana şekilde. Rangni qizil qilgan bo'ldik. Endi masalan mening ichiga bir tal yozib etgandan keyin ikkinchi bir qurg'a CSS dersiga merhaba deb qo'ydim mana şekilde. Merhaba. İkinci bir qurg'a etgan bo'ldik. Endi rangni qizil qildik. Mesela xatning cho'nkichligini qilaylik. Vaqtida font size deymiz. Font size degandan keyin mesela manikini xatning shaklini 3 xil siltaymiz. Birisi piksel shaklda, birisi AM shaklda. Men hozir piksel ishlataman. Masalan, mana 30 piksel deb qo'y, mana shaklda. Qarasanglar hozir xatninki cho'nligi cho'ngan bo'ldi, 30 piksel bo'ldi. Odatda o'zida boshlagan vaqtida xatning cho'nligi betni hech qanday cho'ng kichik qilmagan aslida. Hozir men tor ko'gishdagi betni 0 qilib etdim. O'ziniki xatninki 100%lik tamamda. Betni yig'ilsam bu şekilde ko'rindi. 14 piksel keldi. Bu şekilde keldi. 14 yani 13 piksel yoki 14 piksel şekilde keldi.
Ben CSS gelip hazır. Xətnin çoğunluğunu mən şəkildə çoğunluq qılayım. 30 piksel qıldım. Mesela aynı hazır 60 piksel değil. Misal qılatımızga hem de yazılan tor bətninki ihtiyaç qarab turib, müş xətnin çoğunluqçilikini tanıştıranlar buldu. Birinci bir paragrafınki ama PT'ninki xətnin şəklini font size'ını, çoğunluqçilikini yazdık. Rengini almıştırgan bulduk. Hem de mesela mən xətnin iki qurunun aralığını azlıq kən qıldırgan iş üçün line height deb bir narsa var. Quru egizligi deb. Mesela 100 piksel qilib boqay. Men cho'ng yozyapman, qurun egizligini tanıştirish uchun misol bo'lsin deb. Buni men hozir ixtiyoriy yozyapmizku buni. Darsga qarab turib, sizlar o'sha yasagan to'lbitinglar qarab turib o'lchsanglar bo'ldi. Mana shu 3-chi bir qurga olgan vaqtimda astiga sizday test line deb qo'yay mana. Mana 3-chi qur. Her bir qurun egizligi 100 piksel qilgan bo'ldik. Mesela 10 piksel qilib baqsam hozir. Qarasanglar xətnin aralıqdakı boşluqlarını eləyib bir-birisindən içi kirib ketgan şəkildə bo'ldi. Əgər font size 60 piksel bo'lgan bo'lsa, məsələn 60 piksel qilib baxsam quru egizligini bu şəkildə normal çıxıdı. Əgər bəzi vaxtlarda bəzi fontun şəkillərinə qarab durub qurunun egizligini tanışdırğan çıxıdı. Şu vaxtlarda çox kiçik tanışıb alsanlar ixtiyar, özünlərin ixtiyarı. Lakin lazım oldu işlətimiz bunu. Endi xətlərnikini bir qısa sözüb ətkəndən keyin hazır mesela paragrafın içine rəngni sözüldük. Bunun rəngini tanışıyaq. Xətnin çox kiçikligi, quru egizligi. Endi o'ng sol tarafga tortilgan ishni qilaylik. Text alignment deb bir narsa bor. Buni masalan center desak, o'ttirdan boshlaydi betninki. Qarasanglar, betni o'ttirdan boshlaydi. Xatni cho'ng chiqqan vaqtida ekranni mana shu shaklda o'ttirdan boshlata olamiz. Agar buni left qilsak, sol tarafdan boshlaydi. İşlerken bet Torko'yu Jackmas CSS'de body'ni tanışıp koysak ondan soldan. Eğer tanışmayan vaxtda devamlı soldan çıkıyordu. Tanışıp koysak biz tanışan şekilde çıkıyordu. Eğer ben right desem text align işte okuyorduk demin İngilizce. Sol taraftan tanışan bulduk. Uyghurca tanışan vaxtda da müşteri tanışayımız. Sol taraftan yani on taraftan çıkılan tanışayımız. Onun başka yana text decoration deb bor. Bu text decoration'inki mesela underline desek, xətninki ast tərəfini siziq çıxırdığan işlərə yaraydı. Text decoration degan xətni ko'rsanglar CSS'də, ama şey yazgan xətninki ekrandakı siziq xətnin üstündə siziq çıxırdığanğa nəsə desanglar bo'ldi. Buni underline dedik. Mesela overline deb bir narsa bor. Bu xətninki üst tərəfdə siziq çıxırdı. Bəzi Türk köküşlərdə qo'llamaydi ekan buni. Yani birisiga agar boshqa CSS'larda muqim deb aytgan underline bo'lib qolsa, mana şekilde underline bo'lib qolsa, buni ben overline deyli. Ba'zi ko'kishlar ishlamaydi ekan. Masalan, bayaqidek underline bo'lib qolgan şey kechiringlar, men xato yozibdim, text decoration dedik hamda overline mana şekilde bo'ldi. Qarasanglar uch tarafni siziq. Hozir men Chrome'da normal ishladik, ba'zi ko'kishlarda overline qo'llamaydigan ishlar yuz berdi. Ben xato yozib ketganman, bu ham shunisi chiqmabdi. Mesela text decoration overline desek üst tarafdan chiqqan bo'ldi siziq. None deb birisi bor. Agar none ni yozsak, bu hech qanday siziqlarni ko'rsatma yo'q qilib turdi. Underline dedik, overline dedik, none dedik. Endi men o'ttirdan siziq chiqaradigan bir ish bor. Ba'zi vaqtlarda o'ttirdan sizimizga ba'zi xatlarni. Uning xosligi hamda line siziq. Bu xatni inglizcha nimaga o'qimadim. Bu şekilde yozsak, xato talaffuz qilmay deb o'qimadim men xatni. Qarasak, hozir siziqni o'ttirdim mana şekilde sizib aytgan bo'ldi. Text decoration'inki 4 xil xosligi bor. Birisi yo'q qilish, none. Birisi üst tarafni siziq qilish, overline, birisi ast tarafni underline, birisi boyam degandek mau, o'ttirdan siziq chiqarish. Hamda
yeni birisini sözləb ötəli. Bunun bəzi vaxtlarda latin xətlərdə kerak oldu. Məndə hazır mən nan deb qoyğandan keyin bunu mən xətni centerga alıb qoyaylı. O 4-cü çıxıb olsun. Text align center. Mana şəkildə dedik. Hem de bəzi vaxtlarda xətni qolumuzda çoğ kiçik izib tanışıb bolğandan keyin CSS-də bir aqlam ya çoğ qıldığan ya kiçik qıldığan işlərə ehtiyac bo'lib qoldi. Bununki CSS qismi text transform. Mən izah etgandan keyin qarasanglar mana tahrirli güçlər avtomatik o'zi chiqarib turdi bir necha xil. Birisi cho'ng qilish, birinchisi capitalize deymiz ma'ni. Uni besivetsek barliq xatlar va eng beshidik harflarmiş. Birinci harf cho'ng bo'lgan bo'ldi. Masalan, buni sinash uchun men welcome-niki men W-ni kichik qilib o'tay. Atamas CSS-ning C-ni kichik qilib o'tay, men HTML ochdim. Buni kichik qilib o'tgan taqdirda qarasanglar mana birinci harfi. Her bir kelimeninki Qur'on emasam, her bir kelimeninki baş harfi cho'ng ketgan bo'ldi. Hem de uppercase deb birisi bor. Uppercase'ni ishlatsek, text transformning uppercase barliq xatlarni cho'ng qilib o'tadi. Biz yozgan bu faqat latin harfli xatlarga ishlaydi. Men Uyg'urcha, arabcha degandek, bizning yozig'imizdagi xatlarga ishlamaydi bu. Bizdan tak cho'ng kichik bo'lmaganligi uchun. İngiliz xatlarda bu şekilde barliq xatni cho'ng qilish, kichik qilish uchun lowercase deymiz. Lowercase. Bunda qilsak barliq xatlarni bu şekilde kichik qilib qo'ydi. CSS bilan bu şekilde tanışlayamiz. Masalan, nima ish qildik degan vaqtimizda hozir rangni almashtirdik. Font size xatning cho'ng kichikligini cho'ng kichik qildik. Qo'lning egizligini tanishtirdik. Xatning o'ngsolligini tanishtirdik. Text align deb. Aşağıda qo'ydik deyman. Xato qilgan bo'lsam kechiringlar. Text decoration deb ma'ni xatningki asti ustiga chiziq chiqarish. Endi bizga text transform xatningki yozganmish xatlarni cho'ng kichik qilgan ishlarga ishlatish. Onundan başqa endi letter spacing deb birisi bor. Letter spacing. Masalan, ma'ni bir 20 piksel qilib boqay, nima ishlaydi birlik ko'rili. Qarasanglar, letter her bir harfning oralig'ini ichib etdi meniki. Qurlarning ichi, qurning emas, her bir harfning oralig'ini 20 pikseldan yap qo'ygan bo'ldik. Masalan, boya ma'ni avtomatik o'zi ko'rsatgan vaqtida qarasanglar, mana CSS'da xatlarningki yoki har qanday bir o'rinninki cho'ng kichikligini ishlatish uchun masalan santimetr, AMX, masalan inch deganga o'xshash rem har xil tanshaklar bor. Ko'pincha ishlatganlarimiz piksel va yoki nima ishlatamiz? Pikseldan boshqa rem ishlatamiz hozir ba'zi vaqtlarda. Men ko'pincha piksel ishlataman, lekin ko'p uskunlarda avtomatik tanishish uchun rem ishlatamiz. Ehtiyoj qarab turib o'zinglar qaysi uskunlar ishlatsalar, masalan yanfon yoki kompyuterga o'xshash endi ba'zi ekranlarda avtomatik cho'ng kichik bo'ladigan ishlarni tanishib turadigan ishlar bor. Shularga qarab o'rgansanglar bo'ldi. Biz ko'pincha biz darsimizda piksel ishlatamiz mana shekilde. Boşluk qo'ysaqim bo'ldi, ixtiyor qilsanglar qabul qilaverdi. Boşluk qo'ymасaqim bo'ldi. Lekin endi yozgan vaqtida redaktorga chiqish uchun bir boşluk qo'yarsak yaxshi. 0 piksel desek hech qanday bir narsa hosil qilmaydi, o'zininki avtomatik chiqarib bergan shakl bo'yicha. Biz buni bishiga masalan cho'ng qo'yyapmiz hozir sinab ko'rish uchun. Qarasanglar mana har bir harfniki oxiriga 100 pikseldan boşluk qo'yapman bu shakl. Ba'zi xatlarniki orasini ochadigan aralashmalarga shuni ishlatsak bo'ldi. Bundan başqa biz HTML darslarını o'tgan vaqtida biz so'zlamagan ikkita bir narsa bor. Buni so'zlab o'tmadim. CSS boshlaganda so'zlayman deb. Bugun mushayda shuni davom qilaylik. Mana ikkinchi bir hujjatni ichib o'tgandan keyin CSS 2 HTML deb ism qo'yib olgandan keyin madem içib olay, CSS 2. Bunu içib aldım. Hem de
Eng beşinki derslerde sözlüğümüge nime deseňler arkadaşlar, bunu HTML'ni içip alaylı işte. Uzun hatlarını ele bitip ekranıma takaşmışsın hazır. Div dep bir näse bar. Div. Bunu bir tal kutu şekilde düşen insanlar boldu. Her kandak yazılgan betning içindeki munterije, resim, bu her kandak näselerini biz divning içige almışız. Divni bir tal kuta, sandukta düşen insanlar boldu. Egzaki en adli tilde etken vaqtida. Biz bunu bir neçige bölüp halagan joy işletlerimiz. Mesela bir tal kutunun içige her xil narsalarni qo'ya olamizku endi. Shu qutini bir aqlam o'tkigan vaqtida, tansigan vaqtida shu qutining ichidagi narsalar birga o'tkazib mangdib olmishib. En oddiy shaklda shunaqa tushuntiray. Ashta ishlatsak bo'ldi. Masalan, biz paragrafni ichiga oldik nurg'un narsani. Bu faqat xat uchun. Endi biz rasm yoki boshqa narsalar bo'lsin, biz hammani cho'qim divning ichiga ishlatamiz. CSS da kerak bo'lganlik uchun osonroq bo'lsin deb men oxirgi darsga qo'yib qo'ydim. O'xshash shaklda divni ochdik, taqib etdik, mana shaklda qarasanglar. Buning ichiga xat yazsak o'xshash chiqadi. Endi mana şekilde izletip devam kılaylı. Bununki ben azıcık çoğaltayım olay. Hem de bununki asas bununki CSS olmasa bir köp ehmiyet olmaydı. CSS ne zaman dil bilen başlayıp düşündürüp ötüme. Bayım degende inline style'den başlayımız. Ama şu kodunun içindeki ama betinin içindeki style. Bununla div dedik. Div degendin keyin mesela bununla bir kendinden böyle background reddedime. Bununla bir tal Telegram verdim. İkinci bir aslında oturup yeni bir dal div açtım meyde. Div açkandan keyin bununla ma şekilde değil, okşamaydıgan hatlarda. Yani CSS dersiga merhaba değil. Karsanlar hazır. Şu divlarninki hemmisi neçtal div bolgan bolsa bir dalını meyde açtık. Üst tarafta bir dal divning içiga mahatni yazdık, takip ettik. İkinci bir xatning içiga, divning içiga yana bir tal xatni yazdık, aslını takip ettik şundayma. Hatta bunun o'rniga bir tal HR qo'yib turay. Men aralığını ko'rish uchun mana şekilde. Qarasanglar hozir biz CSS'ning içiga bir div deb yozib etdik. Yazganda shu ekranda necha o'rinda div bo'lgan bo'lsa, div degan barliq taglarni avtomatik CSS'ni ijro qilib etgan bo'ldi. Masalan, font size deyli 30 piksel degan bo'lsam, qarasanglar hozir barliq betning ichidagi CSS'larga avtomatik divga CSS'ni berib etgan bo'ldi. Bu bazı vaqtlarda biz buni faqat body'da ishlatamiz. Biz endi burada ishlatsek betlarni yaxshi chiqolmaymiz. Buning uchun biz endi divninki bir xosliklari bor. Bunga biz bir tal klass beraylik. Masalan, klass deb yozgandan keyin klassning keyiniga peshdan yozadigan ixtiyorni yozsanglar bo'ldi. Masalan, title deb qo'ydim men yoki mavzu deb qo'y, mavzu. Endi buning keyiniga masalan o'xshash klassning birini yozib, bunga xalqan bir narsa yozib boqay. Misol, qarasak hozir hech qanday o'zgarish ko'rmadinglar endi. CSS'ni men o'chirib etgandan keyin style'ning ichiga biz yozishga boshlaymiz. Agar bayan div deb yozgandik, div deb yozgan vaqtimizda barliq elementlarning hammasi ijro bo'lgan, qanday taglarni ijro bo'lgan. Biz endi 8-10 tane div qo'ydik, mush qutlarning ichiga har xil narsalarni qo'ydik. Biz cho'qim ayrim tanishib berishimiz kerak. Bunun uchun biz klass deb bir tal xoslik belgilab berdik. Birinchisinin ismi mavzu, ikkinchisining ismi misol bo'ldi. Bu ixtiyorni yozsanglar bo'ldi. Men endi HTML bilan yozgandan keyin CSS'ning ichiga kirib, style'ning ichiga Muşu klassını başlaş üçün çoxum bir tal çeşit bilen başlayman. Mana şekilde çeşit. Çeşitini izah etkendan keyin boşluq qo'ymay turib mavzu dedim. Çünki men klassni CSS'ni biz çeşit bilen başlaymiz. Mavzu degandan keyin buna davomı o'xshash, boshqalarga o'xshash faqat agar barliq mush taglarga bir aqlam ijro qilman desak, faqat tagning ismini yozamiz, mana şekilde. Bilinglar, mana şekilde tagning ismini yozib, mushning ichiga biz xoslikni yozamiz. Agar her bir tagning ichiga biz ism berdik. İsim bilan başlayman, klassning ismi bilan başlayman desek, chekit qo'yamiz. Chekit qo'yib, masalan, klass ismi dedik.
Ma şekilde bununla hasıklarını yazıp toldurumuz. Kandak buyruklarını icra kılışını yazsak, aş buyruk icra buldu. Yeni birisi var. Onunla div dep yazgandan keyin CSS ID misal ID dep koyup turay. Biz bununla hem de ID dep isim birimizde ID. Bununla test dep koyup turay. Bu ID nime desanglar bu kimlik numurdaki bir narsa bu. Aşına düşünsek buldu. CSS'nin klasının bir betinin içinde oxşagan isimlerden her qandaq joydan için işletilemiz. Lekin ID'den çoxum birini işletishimiz gerek. İkisi oxşap qalsa bo'lmaydi. Agar 3-4 ne oxşamaydi, oxşaydigan isimden için işletib qolgan taqdirda faqat birisi ijro bo'ldi, qolganlari ijro bo'lmaydi. Hozir sınaqqa meni ko'ramiz. Masalan, men yozdik. Mavzu dedik shundaymi? Hozir masalan, ma'lonimi o'chirib turib davom qilaylik. Bu oşuq. Endi mavzu deb biz chekit bilan boshlagan bir tal CSS klassning ismini yozdik. Endi buningga biz bir tal taglik berib boqaylik. Buningga eng oson bo'lgan o'qishimni rad deb yozyapman. Qarasanglar hozir bayan biz klassning klass yazmay divga. Biz nima yozdik-ku? Xohlagan bir tagning ismini yozdik. Divni yozdik-ku biz misolga. Divni yozgan vaqtimizda betning ichida ekranda nechta div bo'lgan bo'lsa, hammasi ijro bo'lib ketgandi. Uni masalan biz mavzuni elitib div yozgan bo'lsam, vaqtida klasslar ijro bo'lmay, biz yozganmiz tag. Elementdan do'qmishlarga avtomatik ijro bo'lib ketgan bo'lgan. Hozir saqlasam, qarasanglar mismishlar bo'ldi-ku. Men buni qaytirib faqat bir tal mavzu degan bir tal div qilamiz, CSS'ni berdim. Hem ikkinchisining ismi nima? Masalan, ikkinchisining ismi misol qo'ymaydi, misol. Chekit. Misol degan divniki ismini yozgandan keyin buniki taglikning rangini yeşil deb qo'yay. Green. Qarasanglar mana masalan yeşil bo'ldi-ku, birinchisi qizil, ikkinchisi yeşil. Hem de üçüncüsüge biz test ID deb bir narsa, bunun ID berdik. Masalan, benim aralıkta bir tane HR qo'yib içibday. Hem biz CSS'ning ichiga kirib, style'ning ichiga. Style'ning ichida masalan biz class bilan isim berdik, isimlarning ismini CSS'ning ichiga, ama style degan tagning ichiga yozdik. Hem ID'ni yozish uchun ama telefonning ko'ktaklarida bor ama hashtag mi deymiz. Ma şekilde hashni yozib olgandan keyin bu ID'ga tava bo'lgan bo'ldi bu. Bunun ismi biz test dedik abi, test. Mesela test deb isim berdik. Bununla yani o'xshash şekilde ben ensemble için background berib turay. Sırık değil, yellow. Qarasanglar mana bu şekilde ayrım isim berdik. Mana klass dedik, birinci klass mavzu, ikkinchisi misal. Bu ixtiyor. Nima ishlatsanglar o'zining ixtiyori. Faqat xaslikning ismi klass. CSS yozdigan klassning ismini cho'ng kichik harflar bilan, kichik harflar bilan tavsiya qilamiz. Kichik harflar bilan bo'lsa yaxshi bo'ldi. Lekin ixtiyor qanday yazsanglar bo'ldi. Lekin latin harfda bo'lsin. Bununla biz isimlarni yozib bo'lgandan keyin CSS'ning ichiga tangsak, yozib bu şekilde xasliklarni ijro qilsak, biz yozgan şekilde betda ijro bo'lgan bo'ldi. Endi mesela ma'ni ostiga, eng ostiga kelib bir tal. Yani bir tal sınaylı div dedik. Bununla mesela undayli klass 2 deb qo'yib turay. Qarasanglar betga keldi-ku, klass 2 degan xat. Buning ostini ichib etgan bo'lay hozir. HR deb ichib qo'yib turay siziq bilan. Chunki men ekranda ma'lum bo'lsin deb yozib qo'yib turdim. Buningga endi masalan xalsam, klass kelib hozir. Klass masalan mavzu birini yazsam, biz 5 yozdik-ku mavzu deb. Mavzuni yozgan vaqtimizda qarasanglar men mavzuga yozgan CSS'lar bizning ijro bo'lgan bo'ldi. Agar men misolga yozsam, men misol deb buni o'zgartsak, misolniki ijro bo'lgan bo'ldi. Biz endi test deb ID berdik. Biz buni bir tal ko'paytirib sinab boqaylik. Klassni biz xohlagan o'rinda betniki nechaga ishlatamiz. Qaysi ishlatgan bo'lsak, ashunga ijro qilgan CSS'lar biz ismini yozgan boshqa divlarda necha ishlatsak, hammasi o'xshash shaklda ijro bo'lgan bo'ldi. Agar div bo'lsa, faqat bir bilan ijro bo'ldi. JavaScript'larda ish qilgan vaqtimizda cho'qim masala chiqdi. Shunlashqa o'xshaydigan adresdan birini ishlatishinglarni tavsiya qilamiz. Ikkinchi qitim yazsaqmi ishlaydi ekan-ku deb xatolik bilan o'xshaydigan shakllarda ID'ni ishlatib sanmanglar, keyin sizlarni avariq qildi. Shunlashqa ID'ni birdan ko'p
yoki ixtiyar ayda ishlatsanlar bo'ldi, ismi o'xshamsin. Agar ismi o'xshaydigan bo'lib qolsa, cho'qim klass ishlatsanlar yaxshi, keyin avara bo'lmaysizlar. Uni intiqom qilsanglar bo'ldi. Endi masalan, malan tushuntirib o'tdik, klassning nimaligini tushuntirib o'tdik. Birdan o'xshamagan divlarga yoki pilarga, paragraf abzaslarga qolgan CSS'ni bersanglar bo'ldi. Endi masalan, mani o'chirib, 3-chi bir ben oddiy misoldan boshlayapman. CSS 3 deyli, HTML. Bunu biz mayda ichib olgandan keyin CSS 3. Bunu ichib oldik. Mana o'chirib deb style dedik. Style degandan keyin bu to'g'ri tursin. Buning ostiga bir tal divni birini ochaylik. Endi divning ichiga biz har qanday bir narsa qo'ysak bo'ldi degan to'q qo'yamiz. Masalan, birinchi paragrafni dedik. Welcome to CSS deylik. Yanılgandan keyin biz bunu ichiga endi masalan resim qo'ysak bo'ldi, paragraflarni qo'ysak bo'ldi. Yana bir tal yozgandan keyin CSS dersiga merhaba deylik. Oddiy bir şekilde. Bir tal divni ichiga qo'ygan bo'ldik. Qanday desanglar, betni masalan, men bir ko'rsatay. HTML layout deylik. Ko'rsatib turib misol qilay, görsel. Masalan, bundaq bir ekran ko'rgan bo'lsak hozir betning ichida. Agar shu resim cho'ng chiqsa, mayli. Qarasanglar, masalan, header deb turib bir tal siziq tiklasizlik. Odatda betlarninki laylagan vaqtida üst tarafni bir laylaymiz, onun astı munderjlerini bir laylaymiz, betning o'rtini bir laylaymiz. En ast tarafda betninki footer qismi bor, en ast qismi. Uni bir laylaymiz. O'ng sol tarafda menü bo'lib qolsa, mana shu yerda munderjlar, bu şekilde laylaymiz. Endi ixtiyor o'zimizning, lekin betlarninki asosligi tartibi bo'yicha betning usti qismi, o'rta qismi, mana shu yerdagidek asti qismi va o'ng sol qismi bo'ldi. Ama shularning har birisini bir taldan cho'ng divning ichiga ilib olamiz odatda. Divni bir siziqni sizlar bir div deb bilsanglar bo'ldi. Uning ichiga biz boshqa har xil narsalarni qo'ysak bo'ldi. Bir taldan ko'p qo'yilib bo'lmaydigan bir ish yo'q. Bir tal sanduqni misol qildik-ku bishida. Sanduqning ichiga nima solsak bo'laverdi. Betni o'tkazgan vaqtida xohlagancha o'tkazib manalaymiz. Masalan, man qilsaqmi o'xshash üst taraf mundarija section. Betning o'rta tarafi, o'ng tarafi, ast tarafi. Bu şekilde bo'ldi. Masalan, endi buni hozir biz bunday qilaylik. Masalan, P deb paragrafninkini bersak, bu o'xshash bo'ldi. Masalan, font size deylik. Bu narsani misol qilib aytgandan keyin bu ham so'zlab o'tdik. Hammasiga ketgan bo'ldi. Biz faqat birini birman desak, bu yerga bir chekit qo'yib o'tib, ismini xohlagancha birimiz. Masalan, P3 versin. Class, bu classning ismi P hamda P. Qarasanglar hozir üst tarafdagi birisi ijro bo'lgan bo'ldi, ast tarafdagi ma'noga ijro bo'lmagan bo'ldi. Biz divning ichiga biz xohlagan narsalarni qo'yib, ashuna bersak bo'ldi. Mana iletib turib, endi ba'zi vaqtlarda bundaq bir narsa lozim bo'ldi. Biz divga beraylik mana. Class berib o'tgandan keyin test deb ism qo'yib turay. CSS'ning ichidami? Test deb yozgandan keyin mesela background dedik qo'yib, bunga yeşilday bu şekilde text. Yani ben test diziptime, ben text diziptime. İsim hata bo'lganlik uchun ishlamadi. Test. Yazdık, qarasanlar bu şekilde. Bu div deganimiz endi blok shaklida ishlaydi, blok qavat. Bir tal div yazsak, bu betning beshidan oxirigacha 100% cho'ngib ketgan bo'ldi, bu şekilde. Bu şekilde shunday bo'lib ketdi. Endi betninki qarasanlar üst tarafda, ast tarafda bir boşluklar kaldı hozir. Yan taraflardan ko'ramiz. Tunji bo'lib qildigan ishimiz odatda bodyga birimiz buni. Masalan, body dedik. Bodyning ichiga buniki butun atrofdagi boshliqlarni yo'q qilib o'tish uchun margin deb bir xoslik bor. Ashdan so'zlab o'tib davom qilay. Margin 0 deb qo'ysak,
Badiga yazdık. Çünkü managa qarasanlar bir şey bir chekitme qo'ymadik. Çünkü betning ichida bodida bir tal men hozir managa yozmabdiman. Bodini izlay. Bodining ichidagi barliq narsalar, ya'ni bodining ichiga atrofdagi bo'shliqlarni hammani yo'q qilyotadigan bodining ichiga yozgan narsalarniki. Qarasanlar mana bet 100% bu şekilde boşluklarni iletib, hamma tarafdan bize başlagan bo'ldi. Hamda mesela margin deganimiz sirtidagi boşluklar, sirtidagi boşluklarni iletdik. Hamda padding deb bir narsa bor, padding. Bu ichidagi boşluk. Bu ichidagi boşlukqa mesela 30 piksel deb qo'yay, misolga. Qarasanlar hozir bodyda bu yaxshi ishlamagan bo'ldi. Buning bir sabablarini keyingi darslarda so'zlab o'tamiz. Agar egizlik bermagan bo'lsak, bir masala kelib chiqadi. Margin iletib turib so'zlar yana o'xshash shaklda padding ishlamagan bo'ldi. Boşuna o'xshagan ba'zi bir kichik masalalar bor. Buni biz bitta bet yasab chiqqanda ko'rib o'tamiz. Padding iletib turib men hozir. Masalan, hozir men bodyga belki ishlamadi vaqtida qarasanlar bodyning ichida test degan bir tal div bor. Buni berib boqaylik. Padding ishlamadi. Masalan, paddingga 30 piksel berib boqay. Qarasanlar ma'lum ishladi. Ba'zi vaqtlarda ichiga div bo'lgan vaqtda işte masala kelib chiqadi. Biz mayli nima ish qildik degan vaqtida biz bodyning atrofidagi barliq bo'shliqlarni yo'q qilib etdik. Bodyning ichiga bir tal div qo'ydik, test deb bir tal div qo'ydik. Divning ichiga bir tal green deb yeşil berdik. Agar men green'i testning ichidan ilib o'tib, bodyning ichiga bergan bo'lsam, betning barliq betning oqtirib yeşil bo'lgan bo'ladi. CSS'niki shu har qandaq taglarga o'xshagan shaklda ishlatalaymiz. Bodyning ichiga masalan marginni 0 qilib etdik, yeşil qildik, hamda rangni oqib qo'yaylik. Odatda betning rangini yeşil qilmaymiz, endi shunday bo'lsa-mu, sinaq qilyapmiz-ku, white. Barliq xatning rangini oq qilib etgan bo'ldim, mana shu shaklda oq chiqadi. Maya kelib hamda men testda bir tal div bor hozir. Qarasanlar bodyning ichida bodyga CSS'ni mayda berdik, hamda testda bir tal class bilan ism berib divga. Bunga CSS'nin ichidan margin bo'lsa, sirtidagi bo'shliq. Buni har qandaq tagga ishlatalaymiz. Mush betning ichiga har qandaq yozgan biz div, paragraf bo'lsin, div bo'lsin, nurg'un narsalarga ishlatalaymiz. Padding ichidagi bo'shliq, margin teshidagi bo'shliq. Aslida bilsanglar bo'ldi. Mana bir rang berib boqaylik, background. Bunga yellow deb boqay, qandaq chiqadi. Qarasanglar masalan, maniki betninki butun betning rangi yeşil. Ben fakat test degan, nimaga bergan, divga bergan CSS bilan berdim bu testda. 12 rangini yeşil qildim. Siriq qildim. Lekin xatning rangini men bodyda oq qilib etganligim uchun mayda oq ko'rindi. Endi xohlagan yerda men xohlagan o'rinda masalan testning ichidagi ma'ning rangini tanishlayman. Color masalan black deb qo'yay, qora bo'lsin. Qarasak shu biz class bilan ism bergan test degan divning ichidagi xatning rangini qora qildik. Lekin men sirtga chiqib hozir. Divning sirtga chiqib, men o'ringa kirib, boshqa bir tal divning birini ochgandan ya ochmasam bo'ldi. Test desam hozir. Qarasanglar bu xat oq chiqadi. Chunki men udul bodyning ichiga yozganligim uchun. Üst tarafda bir tal siriq taglik berdik. Bu test degan classning ichida, divning ichida. CSS'ni bu şekilde işletsek bo'ldi. Hamda shu testlarni davom qilaylik. Font size'ni 20 qilib turib, meniki. Biz bayan blok shaklida ishlaydi degan to'q ismlar bo'lishi mumkin. Biz bilsam bo'ldi, mana shaklda. Biz bunga xohlagancha kenglik bersak bo'ldi. Men bodyga bermaymiz. Shu xohlagan bir nechta divga lozim bo'lib qolsa, ehtiyoj bo'lib qolsa kenglik bersak bo'ldi. Uningga masalan kenglikini width inglizcha bildiganlar shunda tushundi. Kenglikni hamda 200 piksel deb 200 piksel bergan bo'lsa, qarasanlar betni cho'ngaytsammi, 200 piksel shaklda qolgan bo'ldi. Buni xohlasak hozir paddingni ilib bo'ldi. Mana ilib deb kenglikini 200 bergan bo'ldik. Bunga height beraylik. Egizlik bersak height mana shaklda 300 piksel deb qo'yay. Biz kengligi va egizligini xohlagancha tanishlaymiz divninki.
Endi biz bayan margin deb bir narsa so'zlab o'tgandik ama body'da sirtidagi barliq marjinlarni ilib o'tgandik. Buning uchun men bir tal paddingni yozib qo'yay. Qarasanglar men xat eng ustiga chaplashib olgan bo'ldi, yaxshi ko'rolmay qoldik. Men bir 20 piksel berib qo'yib turib, padding berdik. Endi biz egizlikini o'xshash shaklda 200 qilib qo'yib turay. Mana shaklda divninki kengligini, egizligini 200 piksel qilib oldik. Endi men divni hozir üst tarafdan o'ngga so'lga tortilganga majbur bo'lib qolamiz ba'zi vaqtlarda ehtiyoj. Shuning uchun biz bayan degandek padding dedik. Mayli qarasanglar padding. Biz ichidan bo'shliq berdik. Endi margin desak, margin sirt tarafdan 20 piksel deb boqay. Qarasanglar mana 20 piksel. Shu biz yozgan bir divning test degan CSS'da ism berib olganmiz klass orqali. Test degan divningki ichida faqat ikki tallam xat bor hozir shu P'ning ichida, paragrafning ichida. Lekin biz CSS bilan buni hozir mana şekilde bet ranglandirdik, bet cho'nqichilikni berdik, bu şekilde qildik. Endi margin 20, padding 20 dedik. Bu faqat hamma tarafni degan bo'ldi. To'rt tarafning hammasini berdik hozir. To'rt tarafning hammasini berib oldik. Buni biz xohlagan bo'yicha, masalan, ba'zi vaqtlarda o'ngdan lozim bo'lgan bo'ldi, ba'zi vaqtlarda soldan lozim bo'lgan bo'ldi. Masalan, oldi bilan shu nimadan tanishaylik? Paddingni misol qilaylik. Padding desek hozir qarasanglar, mana CSS tabini to'ldirib berdik. Tab üst tarafdan lazım bo'lib qoldi, üst tarafdan 20 piksel deylik. Qarasak faqat üst tarafdan bo'shliq bergan bo'ldi. O'ng tarafdan sol tarafdan bo'shliq bergan bo'lmaydi. Endi padding left deydi hozir. Sol tarafdan, chunki men xat sol tarafdan chiqqanlik uchun sol tarafdan bersak bo'ldi. Mana bir 20 piksel deylik. O'zinglar laylagan betning cho'nqishligiga va qo'ymoqchi bo'lgan narsa qarab turib, o'lchab turib qilsanglar bo'ldi. Qarasak 10dan 20, soldan 20 berdik. Yani bunun aslını ve o'ng tarafini bilish uchun cho'qim xatning ostini o'ng tarafini boshlatishimiz kerak. Xatni ost tarafini boshlatolmaymiz bilganlaridek. Ba'zi vaqtlarda bir tagning ichiga olgan vaqtida, shu elementning ichiga olganda ost tarafda bir bo'shliq qo'yadigan ish bo'lib qolsa ishlasak bo'ldi. Endi men xatni o'ng tarafini boshlatay desam, hozir chunki xat sol tarafdan chiqqanligi uchun o'ng tarafini boshlatolmaymiz, his qilolmaysizlar. Buning uchun xatni biz bayan degan text alignment deb bir so'zlab o'tgandik. Text align. Qani. Mana şekilde. Biz xatni o'ng tarafdan boshlatgan vaqtimizda his qilaolamiz. Xatni o'ng tarafdagi bo'shliq qo'ygan bo'shliqni qarasanglar, mana o'ng tarafdan bo'shliq qo'ydi. O'ng tarafdagi bo'shliqni hozir masalan 10 deb qo'ysam his qilaolamiz. Qarasanglar, hozir yana azaydigan ama qo'ygan bo'shliq. Bu şekilde o'xshash xatni agar o'ng tarafdagi bo'shliq qo'yman desak, agar o'ng tarafda bo'shliq yo'q bo'lsa, yoki o'rin bo'lmagan bo'lsa qo'ysak bo'ldi. Agar xatni sol tarafini boshlatib turib, o'ng tarafga bo'shliq beraman desak, ekranda bir narsa ko'ramaymiz, hosil bo'lmaydi. Masalan, biz hozir bir tal test degan klassning ichiga, CSSning ichiga taglik berdik. Bu taglikka rang, rasm, ixtiyor, shu rang qo'ya olamiz, rasm qo'ya olamiz. Masalan, rasmning cho'nqichiligini tanishlaymiz. Oldingi darslarda shularni chiqdi. Bugun faqat shu divga CSSni qanday berish, shularni tushuntirib o'tamiz. Hamda azroq bir margin berib o'tay managa. Barliq atrofini bir 30 piksel margin berib turib, ani tushuntiray. Mayda hozir xat materialni chopishib chiqdi. O'ng tarafdan bo'shliq berganligimiz uchun sol tarafdan ijro bo'lmoqlik bu. Qolsa hozir padding left deb ma'noga mundaq bersakmi bo'ldi bu shaklda. Qarasanglar mana. Endi biz borderga o'tib ketaylik. Biz yozmoqchi qo'yganmiz divninki shu cho'risiga, girvaklariga siziq chiqarishni o'rganaylik. Buning uchun biz shu divning klassini o'ziga ham bersak bo'ldi. Masalan, border dedik. 10 piksel dedik ha. Qarasak hozir bir narsa hosil bo'lmaydi. Chunki faqat biz qo'ymoqchi bo'lgan siziqningki cho'ng kishilikni ham yozdik, buni rang bermadik. Masalan, buni rang beraylik. Black deb qo'yib turay. Buni red tartibi muhim emas. Bu ijro bo'lmagan bo'ldi. Endi bir xil biz uch xil siziq qo'ya olamiz. Buning birinchisi masalan solid deymiz, mana shu shaklda tuz rangda. Qarasanglar mana bir tal siziq bergan bo'ldik, qora siziqning birini. Mana kichkina qilaylik. Buniki red tartibi muhim emas. Oldikini yazsaq bo'ldi.
Mesela adet köpüncü vaxtlarda ben pikselini pişik yazdım ixtiyar. 10 piksel yazdık. Yani bana oxşaş tüz sızıqçı koyman desek, solidde bizi vargandan keyin onun keniga biz rang tanısak boldu. Xalqarani mesela hashtag'de 3 tal 0 bolsa, bir xil rang bolup qalsa 3 harfle ifadeleşki boldu. Mesela black dedik, maniki hashtag bilen 3 tal 0, qarnınki 6 tal bolsun boldu. Adetde 6 tal. Lekin yalğız ranglik bolup qalsa aq, qara degендek ularni 3 rangda 3 harfle ifadeleymiz. Mesela mana qara. Qarasak bunu hazır aqsak boldu. Mana şekilde. Bununki çoğun kişilikki 10 piksel dedik. Mana şekilde bergen bolduq. Bununki hem etrafı bergen bolduq. Bunu hazır. Bir tarafga bir degan ish chiqib qolib qolsa, border left deydi, sol tarafga bereyli. O'xshash şekilde 10 piksel dedik. Bunun solid olsun. Mesela manekini kızıl kılaylı rengini hashtag bilen başlap. Qarasanlar bir tarafdan alan bolgan boldu, mana şekilde kızıl kılıp aldık. Hem de üst tarafga berip bakaylı, mana azroq kichikda to'liqroq chiqsin ekran. Border left. Hem de border top deyli. Üst tarafın sızıqçı koyaylı. Bununki 20 piksel koyaylı. Mesela 20 piksel. Bununkini mesela daşit çiftlik buldu. Bu üzük çiftlik buldu. Bunu mesela green deyli. Aralışa sanılan buldu. Bayam sözlep ötkendim. Bunu green demey mesela blue deyli. Kök ranglık olsun. Birisi xil sızık koyalayımız dedik koy kenarıga ama etrafıga. Birisi tüz sızıklık, birisi ma şekilde üzük sızıklık. Yeni birisiga hem de ma asterek koyaylı. Border button deb koysak, bununkini hem de mesela o 15 piksel deb turay. Bunu dotted, ma çeklik degan gap, çeklik dotted. Ma şekilde bunu qandaq rang berayli? Mesela aq berip qo'yayli. White deb ham turay. Qarasanlar mana aq degandek yaxshi chiqmay qoldi. Qara qilib berayli. Qarasa aniqroq chiqadi. Cheklikni 3 xil qo'ya olamiz. Birisi mana şekilde siziq bo'yicha, birisi uzuk siziq bo'yicha, birisi jumloq chekit shaklida qo'ya olamiz. Buningki cho'ng kichiklikni shu cho'ng kichiklik nereden ölçülüyor degan vaqtida cho'ng kichikligi mesela 10 piksel deb yozdik hamda 1 piksel en astidagini mesela 1 piksel deyli. Mana şekilde biz yazgan şu piksel bo'yicha cho'ng kichiklikni ölçülürdü. Mana şekilde ölçüp alsak bo'ldi. Bunun başqa yana borderni mesela ma şekilde işletmeyi yeni bir işletiş usulü var. Aşını düşündürüp dersini akıllaştırdı. Mesela hazır ma ayrım yazdık ko. Border degenden keyin 10 piksel dedik ha. Bayan biz yazgandık 10 piksel. Bununla hem de qarasak hazır hech qanday bir narsa ijro bo'lmadi. 10 piksel yozib oldik. Lekin CSS'da bunu yozib qo'ydik. Hem de mesela border style deb bir narsa bor. Bununla biz bayan bir qurmoqchi yozgan chekitlik yoki tuz siziq deganga o'xshash mishada yozib olsak bo'ldi. Mesela dashi dedik. Qarasak yana qarasak hozir hamma tarafga bu shaklda ijro bo'lgan bo'ldi. Biz qo'yib olsakmi bo'ldi. Ayrim quruq yozsakmi bo'ldi, bir quruq yozsakmi bo'ldi. Yana birisiga masalan border color deb qilsak rangni tanlash uchun astı bir quruq tushib red deb mana şekilde yazsa qarasanlar atrofdagi chiziqlarninki rengi qizil bo'lgan bo'ldi. Buni 3 quruq yozgan bo'ldik. Boya biz mayda 1 quruq yozgan edik, hozir 3 quruq yozgan bo'ldik. Tavsiya qilganimiz 1 quruq yozish. 1 quruq CSS'ninki buyruqni ijro qilish. Masalan, border color hammaga ijro qilgan bo'ldik. Masalan, border left color desek hozir. Buni green bar bo'lmaydi. Blacklab qo'yib turay. Qora qildim. Qora qilgan vaqtimda qarasanglar left color. Buningki hammasiga ijro bo'lib ketgan bo'ldi. Buni qizil deb boqayli. Qarasanglar mana left color.
Bir tarafnikini bergen boldyk, aýrym kızıl. Hem de ordur battım. Karasak şäherden çykydy. Asty tarapynyň rengini hem-de bunu kandak kılaýdy? Meselen öwrenç diýeli. Cüzüren desek hazır. Atlyşyn. Karasaňlar kurkur ýazman diýseňler bu şekilde kısaňlar boldy. Lekin bu sel kod uzarap gitdi. Şununla bir kurga tanışyp bilen, bir kurglan känliligimçilik, style, yani şekli, çekitlik, moýak süzük bulmuşlar boş boldy-da. Bir kurga tanışyp alsak ýene asan boldy. Bugun sen derslikka çykkan boldyk. CSS'ninki kıskaça işletiş usulyny nimelikini düşündirip oturduk. Hem de aldığımızki derslerde inşallah bununki arka buyruklarını icra kılıp müşebbetlerini yasap. En az 8-10 tane tekke biz CSS'ni icra kılışını kürüvetkeninkini bir tal betlayla çıkımız. Vaqtlarda to'liq teftiş yönelişle. Çift bilen başlangan bolsa, style'ning içige yazganymız çift bilen başlangan bolsa, çokum class dep, div yoki paragraf bolsun her qanday elementga biz class bereleymiz. Class'ta biz ötkenkin şu class'ta bergen ismini yazımız ya. Nime yazsak boldu. Latin harfleri yazsanlar boldu, hem tercih kılganymız şu. Şekilde tanısanlar boldu. Bugünkü derski münasebetlik sorular bolsa soraňlar. Men bugün ders ýok dep, bekar kılaýdyk dep sırtga maňatdym, ýenip kirdim, keyin esim kelip keçirilende geçip kaldım. Bu şeýle ahyrlaşdyryldy. Aldymyzdy kepdi, dowam kılaýdyk, kelgen jaýdan başlap.